Afsus nadomat kunida bir inson jannatga hukm qilinar ekan. Mana seni darajotlaring bo'ldi, sen xotirjam bo'l, jannatga kirding. Mana seni jannatdagi darajoting. Shunda jannatdagi darajasini ko'rib, bir pog'ona tepadagi darajani ko'rib qolar ekan, qarang. Qarasa, o'zi unga berilgan daraja nihoyatda go'zal, lekin bir pog'ona nima? Tepadagi daraja undan da go'zal. Shunda Parvardigor nima qilsam, ashi darajaga tushardi. Bir pog'ona pastdaman. Hayoti dunyoda 1000 ta alhamdulillah degan ekansan. Shuni 1000 bitta qilib qo'yganingda o'shanga chiqarding. Shunda bir marta shu 1 sekund ketadigan alhamdulillahni aytmaganiga afsus qiladi qiyomatda. Kim jannatga hukm qilingan odam ham shu afsus qiladi hatto. Endi do'zaxga kirgan odamni afsus qilishini qo'yavering endi nadomat. Hali qiyomatda qabrda o'tkazgan har bitta sekund vaqtlarimizga yoshlikda suvdek isrof qilib yuborgan vaqtlarimizga shunaqangi afsus chekamiz.